Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Birgina bino butun shaharning taqdirini o'zgartirishi mumkinmi? O'zgacha arxitektura shahar iqtisodiyotini, jozibadorligini, turizmini va imijini o'zgartirishi mumkin. Parijni Eyfel minorasisiz, Dubayni Burj Xalifasiz, Sidneyni uning mashhur operasisiz tasavvur qilish qiyin. Bugun siz bilan shunday binolardan biri Guggenheim muzeyi qanday qilib Ispaniyaning Bilbao shahrining taqdirini o'zgartirganligi haqida ko'rib chiqamiz. Bu misolni Bilbao fenomeni deb atashadi. 1990-yilgacha Bilbao shahri sanoat markazi edi. So'ng talab tushib ketgandan keyin yirik fabrikalar yopildi. Ishsizlik oshdi. Turizm bu shaharda deyarli yo'q edi. Ammo 7 yil so'ngra 1997-yilda shahar hokimiyati deyarli oxirgi mablag'larni shaharni jonlantirish va turizmni tashkil qilish maqsadida shaharda noodatiy arxitektura loyihasiga buyurtma beradi. Bu Guggenheim muzeyi edi. Amerikalik me'mor Frank Gehry tomonidan yaratilgan bu bino zamonaviy arxitekturaning eng noyob namunalaridan biri bo'ldi. Titan va shishadan ishlangan bu futuristik shakldagi bino nafaqat san'at markazi, balki shaharning yangi timsoliga aylandi. Muzey ochilgandan so'ng birinchi yilning o'zidayoq 1,3 million sayyoh kelgan va bu shahar iqtisodiyotiga kuchli turtki bergan. Bugungi kunda Bilbao nafaqat Ispaniyaning eng innovatsion shaharlaridan biri, balki butun dunyoga mashhur turizm va biznes markazlaridan biri bo'lib kelmoqda. Bu bizga nimani o'rgatadi? Toshkent, Samarqand yoki O'zbekistonning boshqa shaharlarida faqatgina turburchak korobka emas, balki shunday qiziqarli loyihalar amalga oshirilsa, shaharning xalqaro obro'si va iqtisodiy imkoniyatlari yangi bosqichga chiqishi mumkin. Chunki to'g'ri tanlangan arxitektura loyihasi bu shunchaki bino emas, bu butun shahar uchun yangi imkoniyat bo'lishi mumkin. Shaxsan meni ehtimolim bo'yicha Toshkent obro'sini ko'tarishi mumkin bo'lgan shunday bir bino barpo etilmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Bu qanday bino va u qayerda qurilmoqda? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar sizga arxitektura va qurilish qiziq bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling.